Hammaga assalomu alaykum. Junaydullo Uz kanali obunachilari, mana bugun kun sanasiga 16-iyul 2026-yil Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'idan mana shu buqachamiz sotiladi. Enachasi sotilmaydi. Mana shu radnoy o'zining enasi tuqqan. Ikkinchi qoringa tuqqan. Mana enasini ham ko'rishingiz mumkin. Toza avstriyskaliga chachishgan gibrid emas. Toza avstriysk semental mana shu buqachamiz. Bu buqachani otasi 1 tonna 20 kiloli novasimiz sotilgan. O'tgan yili 68 million so'mga sotilgan. Xuddi shu novasimiz radnoy o'zini bolasi. Mana orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Pachga bor. Aqda tortib oling oldinga ozgina. Toza dehqonda, o'zimiz dehqonchilik. Otasidan ham kuchli chiqdi jonivor. Baqalar ham yosh oyliklariga kelib o'tadigan bo'lsak, 5 oylik bo'ylari 1.10 sm plus minusda o'lchanmagan, lekin 1.10 sm chiqadi aniq. Lekin novos bu baqaqa ham yomonidan katta qo'yibdi. Jonivor. Qo'yib yuborsangiz bo'lar ekan. Ha, nuqtasi turaversin-ku. O'zini bitta qo'yib yuboringchi, bitta yursinchi. Hozir bog'lanmaganiga tortilib hozir ham emiyapti lekin novoscha. Hosh. Novoschamiz hozir ham emiyapti. Sutga to'yib o'tib ketgan bu jonivor. Radnoy mana mashinasi. Sotiladi. Ishqozlari bo'lsa 36 million so'mga xayrisi bor. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bu haqiqiy sutga to'yib o'tganda bu jonivor. Bunaqasi kamdan kam uchraydi. Ko'tam 1 gektarli pachka. O'zi bilinib turibdi, quloqlari ham shalpan quloq. Ko'pchilik enasi bilan oling deydi. Mana enasi radnoy. Kelib ko'rib olasizlar mana. Radnoy o'zining enasi. Enasi sotilmaydi, mana shu bolasi sotiladi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.